Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Charchamasdan. Biz bugun Hyundai saloniga kelgandik. Bir mijozimiz GV80 avtomobilini zakaz qilgandilar, yangisidan. Inshaalloh zakaz qildi. 2 haftada avtomobilimiz chiqar ekan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol yangi mashinalarni ham xudo xolasa olib jo'natib bera olamiz. Inshaalloh. Bilamiz, Genesis'ni ko'pchilik biladi. Bonna pozitsiyasini, bonna ranglarni o'zingiz tanlab zakaz qilsangiz bo'ladi. Masalan, ranglari, ichki salonlari nima bo'lsin, monitor orqalari bo'lsinmi, full pozitsiyasi bo'lsinmi, barchasini o'zingiz xohlagandek qilib zakaz qilsangiz bo'ladi. Inshaalloh kimga shunaqa avtomobillar kerak bo'lsa, bemalol bizga Korea Trade Motorsga aloqaga chiqsani yetkazib beramiz. Barchamizga shunaqa avtomobillar minish nasib qilsin. Sog' bo'linglar, kuninglar xayrli o'tsin.